Rossiyadan ish qidirib yurgan do'stlarimiz diqqatiga. Bilet olib beradigan ishlar kerakmi? Dokumentingizga yordam beradigan ishlar kerakmi? Питаниеңizga qilib beradigan ishlar kerakmi? Shu videoga bir donadan like qilib bosing, обязательно shu videoni do'stingizga tarqatib qo'ying. Men sizlarga shunday ish topdimki, biletingizni ham olib beradi, dokumentingizni ham qilib beradi, питаниеңizni ham qilib beradi. Jigarlar, bu ish proses dogovor qilyapmiz. Hozirgi paytda xudo xolasa 1-2 kun ichida ushlab qoladi. Inshaalloh o'xshagandan keyin hammalaringizga yaxshi xabar, zo'r xabar bo'ladi. Ishonarli 100% ishlar kerakmi? Kanalimga podpisatsiya qilinglar. Обязательно kimgaki Moskva, Podmoskva, Sankt-Peterburgdan ish kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Like bosib, shu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'ying, чтобы hamma ko'rsin. O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi, Qirg'izistondanmi farqi yo'q. Biletingizni olib beradi, dokumentingizga yordam beradi. Kelasiz, inshaalloh ishga joylashasiz, ishlaysiz.